Ukangni kanalga oqqizib yubordik debdi. Yosh bolachalar 15 yosh ona o'zini osib qo'ydi. Mani homilamni abort qildirdi. 6 oylik bu bolacha o'sha qiz qo'llarini kesib tashlagan, shifoxonaga tushib. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men Pulatova Yorqinoy, asl kasbim repetitor o'qituvchi. 20 yildan ziyod jizzaxlik abituriyentlarga o'zlari xohlagan oliy ta'lim muassasalariga kirishlari uchun yordam berib kelganman. Hozirgi kunda esa psixolog va tadbirkorman. Anchadan beri bir loyihani amalga oshirishni rejalashtirib yurardim. O'ziga yarasha to'siqlar bo'ldi. Lekin alhamdulillah mana bugunga nasib qilgan ekan. Bugun demak yangi loyihamizni boshlaymiz. Loyihamizning nomi Yechim bordim nomlanadi. Bu loyihaning asosiy maqsadi jamiyatdagi turli yoshdagi, turli kasbdagi, turli jinsdagi insonlarning turli muammolariga aynan mutaxassislar yordamida javob topish. Loyihamizning birinchi soni hozirgi jamiyatimizdagi eng og'riqli, eng dolzarb muammolardan biri bo'lgan ayollarning suitsidi bilan bog'liq. Va aynan mana shu masalada biz qanaqa muammolar bor jamiyatda, ayollar nima uchun aynan o'zlariga suiqasd qilish holatlari juda ham ko'p uchrayapti hozir. Mana shularning sabab va yechimlarini topish uchun studiyamizga psixolog va tadbirkor Sitora Xoliqovani taklif qilganmiz. Assalomu alaykum. Taklif qilganingiz uchun rahmat. Xush kelibsiz loyihamizga. Yo'qdimaganingiz uchun Sitora. Rahmat. Inshaalloh kuzatuvchilarimizga bu loyihamiz xayrli bo'ladi degan umiddaman. Albatta, loyihamizning albatta o'sha umri boqiy bo'lsin va maqsadimizga albatta yetish nasib qilsin. Demak, Sitoraxon, sizga bir qancha savollarimiz bor. Aynan mana shu ayollarning suitsid masalasi bo'yicha Xudo xohlasa bugun birgalikda sabablari va yechimlari haqida gaplashamiz degan umiddaman. Inshaalloh. Hozirgi kunda mana ijtimoiy tarmoqda, televideniyada juda ham bong urilyapti. Juda ham ko'p ayollar, masalan, o'zlarini jonlariga suiqasd qilish holatlari ko'p uchrayapti. Buni sabablari nimada? Nima uchun aynan mana shunaqa holatlar hozirgi kunda ko'p uchrayapti deb o'ylaysiz? Avvalambor bunaqa holatlarning kelib chiqish sababi bu oilaviy muhitga bog'liq bo'ladi. O'sha qiz bolalar tarbiyalayotganda ularning samotsenkasi bilan bog'liq bo'ladi juda ko'p. Bizda afsuski mentalitetimizda qiz bolalarning tarbiya uslubi to'liq to'g'ri deb ayta olmayman. Buni sababi bizda qizlarga hammani qadrlash o'rgatiladi-yu, lekin o'zini qadrlash o'rgatilmaydi. Baribir tubida shu narsa yotadi. Keyin eng achinarli holati o'sha muhitda faqat nima bo'lsa ham shu yashaysan, chidaysan, ularniki suyagi bizniki degan narsa sindirilgani uchun ham qaytib borsa qizlar yoki oilaviy muhitda qanaqadir janjal, kelishmovchilik bo'lsa uyga telefon qilsa chidagin. Yaxshi bo'lib ketadi. Ular qaysidir umid bilan shu ota-onasidan nimadir bir ilinch bilan telefon qilib dardini aytgisi kelib o'zi bilmagan holatda baribir suyanadigani o'zini yaqinlari aytgan holatda shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Chidagin, sabr qilgin, o'tib ketadi, yaxshi bo'lib ketadi. Shunaqa holatlarni ko'rdim, guvohi bo'ldim. Chidaganlar, sabr qilganlarning hammasida ham yaxshi bo'lmagan vaziyatlarni ko'rdim. Yaxshi bo'lmaslik oqibatida baribir ota-onam meni tushunmaydi, borsam chidagin deydi, qabul qilmaydi. Shuncha bola bilan qayerga boraman degan o'zini ongsiz ravishdagi boy stress holatdagi fikrlari bilan shunaqa holatga kelib qolyaptiki, yechimi bu joniga qasd qilish deb tushunyapti. Bu samotsenkani pastligidan va o'zini qadrlash o'rgatilmaganiga, o'sha qizlar telefon qilganda qizim keyin qani mayli. Ota-ona qo'rqadi-da, borsa qizi xuddiki ajrashib ketadi, nimadir bo'lib qoladi, odamlar nima deydi bo'ladi, odamlar nima deydi? Voy odamlar nima deydi? Yaxshi bo'lsa ham gapiradi, yaxshi bo'lmasa ham gapiradi. O'shaning uchun shunaqa vaziyat bo'lyaptimi? Tushunish kerak qizini. Qani kerak bo'lsa o'sha kuyovga aytib bo'lsa ham uyga olib kelsin. Bir oy, bir hafta o'ziga kelib olguncha, kerak bo'lsa borib gaplashsin o'sha kuyov bilan. Qiz bola nima deydi, ko'chada qolib ketmagan. Uni ham necha yildir 9 oy homilada ko'tarib, katta qilib o'stiradi. U ham farzand, u ham inson, uni ham yashashga huquqi bor, u ham Allohning bandasi ekanligini his qildirib berish kerak bo'lsa kuyovlarga deyman-da. Ota-ona shu tarafdan patishka qilib, qizini tushunib, chidagin demasdan, ozgina o'sha stressdan chiqib ketguncha ham oldiga olib kelib yordam bersa, balki ozgina bo'lsa ham nima deydi, o'sha suisidlarning oldi olingan bo'lardi. Shunaqa bir vaziyatlar bo'ladi. Kerak bo'lsa, kuzatyapman, ota-onalar ham qizlarini xo'rlab tashlaydi-da. Qanchadan tashqari. Shunaqa xo'rlaydi. Men ota-onamga ham kerak emasman deb suisid holatiga borib qolyapti. Haqiqatan ham demak, ayollar masalan oilada turmush o'rtog'iga yoki kimlargadir o'zining keraksizligini his qildi. Endi ota-onaga ham ular o'zlarini keraksizligini his qilishgandan keyin menimcha suitsiddan boshqa
yo'l ko'rishmaydi ular odatda. hayotidagi shu yashab ketish jarayonini ko'rolmagandan keyin ota-onaga ham kerak emasligini his qilgandan keyin shu holatga boryapti. Chunki qayerqa borsam sig'dirishmaydi. U yoqda ham, bu yoqda ham menga hayot yo'q deb stress holatida o'zini joniga qasd qo'yayotganini juda ko'p ko'ryapsiz. Ijtimoiy tarmoqlarda bu kunda deyarli men har haftada bir shunaqa holatni guvohi bo'lyapman. Bu juda ham achinarli holat. Bilasizmi, Sitora, yana ko'p o'ylantiradida meni. Masalan, oilada turmush o'rtoq, qaynona, farzandlar o'zlari bilmagan holda ayolga bosim o'tkazib qo'yishar mumkin ekan. Bu qanaqa bosimlar bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz? Ko'p bosimlarning sababi o'sha munosabatlarda asosan kelishmovchilik. Kelinlarga bizada to'g'ri hamma oilada emas, shunaqa oilalar bor, ko'rsam havas qilaman. Kelinlarga shunaqa chiroyli muomala qiladi, o'z qizidek muomala qiladi. Bo'rinaq oilalar. Misol uchun meni onam o'zingiz taniysiz. Bilaman. Bizani urishadi, kelinlar urushmaydi. Sizlarda menga nima foyda deydi. Bunaqa oilalarga havas qilasiz, kelinlar o'zini kerak bo'lsa onasidan ham ko'proq qaynonasini yaxshi ko'radi. Lekin shunaqa oilalarni guvohi bo'lyapsiz. Bugungi kunda kelinga juda ham past nazarda. Kelinlarning qadri yo'q. Shu darajada hattoki qul sifatida ham hattoki shunaqa er-xotinni ichki munosabatlariga ham aralashadigan qaynonalar borda. Kerak bo'lsa bolasini 3-4 kun o'sha ayoli bilan bir xonada uxlayaptimi? Yo'q, sen ko'p ayoling bilan uxlading, meni oldimga uxla. Mantiqqa to'g'ri kelmaydigan bir holatlarda. Bunaqada shu kelin ham qaynona o'rtasida bir ziddiyatlar chiqadi, rashk, farzandini rashk qilish oqibatida ko'p unaqa qaynonalar. Xuddi o'g'lini qilib oladigan holatga tushadi. U ayol bu onasimi o'zi, xotinimida shunaqa bir tushunmovchiliklar bo'lib, endi bir aytadigan gaplar bor, aytmaydigan gaplar borda. Juda ko'p Instagramda ham menga SMS-lar keladi. Ziddiyatlar oqibatida shunaqa bosimlarga kelinini yoqtirmay qizg'anish oqibatida kelini qilmagan xatti-harakatlarni o'g'liga aytib, bo'rttirib ko'rsatish, kelinini o'g'li orqali jazolayapti va bular oxir oqibat qaynona kelin munosabatlari ziddiyat orqali suisidga boradi. Oiladagi bu qaynonaning kelinga qilinadigan zo'ravonliklar bitta manipulyatsiya orqali shu darajada amalga oshirishadiki, farzand baribir onaga ishonadi. Juda ko'p holatlar. Chunki onasi, bizda shunaqa narsa bor, bu onam. Onani xudo darajasiga chiqaramiz, to'g'ri onamiz. Shu darajada ishonadiki, endi onam deb ishonadi-da baribir o'g'il farzand. Ona birinchi o'rinda turgani uchun bizning musulmonchilikda dedi-da, onani gap orqali ayolini jazolab, buning oqibatida keyin suisid holatlari juda ham ko'p bo'lyapti. Qaynona tomonidan bo'ladigan bosimlarchi. Bittasi mana hozir yuqorida aytganimdek, o'g'lini manipulyatsiya qilish orqali keliniga zo'ravonlik. Bu ham o'sha vaqtida ikki xil ayollar borda, men aytaman ikki xil ayollar bor. Shunaqa ayollar bor, bu tubi baribir onaga borib taqaladi. Shunaqa ayollar bor, onasidan chiroyli mehr ko'rgan bo'lsa-da, qaynonasidan zulm ko'rgan bo'lsa, ertaga kelin olsa keliniga buni takrorlamaydi. Lekin onasi zulm ko'rsatgan bo'lsa, qaynona ham zulmkor bo'lgan bo'lsa, men ikkita onaga ham chidadim-ku, bu ham chidaydi deb ongsiz ravishda zulm beradi. Farqi shu. Ildizi onaga bordi. O'zini onasi mehrli bo'lgan bo'lsa, bu ham zulm ko'rsa, lekin mehrli qaynona bo'ladi. Lekin ona ham zulmkor, qattiqqo'l bo'lgan bo'lsa, qaynona ham shunaqa bo'lgan bo'lsa, u mehr ko'rmagan, his qilmagan-ku. Ikkita tomonda ham faqat zo'ravonlik. Ongsiz ravishda demak, ongsiz ravishda u mehr nimaligini bilmagandan keyin, o'zi bilmagan holatda kelinga shu narsani ko'rsatadi. Men chidayman-ku deydi. Biz shunaqa narsalarga chidaganmiz. Nima uchun sen chidamaysan deydi. Lekin u muhit bilan hozirgi davr muhitini solishtirish bu menimcha ahmoqlik deb o'ylayman. Farzandlar tomonidan qilinadigan bosimlarcha ayollar. Farzandlar tarafdan qilinadigan bosimlar bu ham o'sha bolalikda tarbiya noto'g'rilikdan. Hamma narsasini muhayyo qilib, biz boqishimiz kerak, kiyintirishimiz kerak deb ko'pincha moddiy tarafga urg'u beraveramizda, tarbiya ruhiy oziqa qolib ketadi va sen uchun ishlayapman, yediryapman, kiydiryapman deb. Sen uchun qilyapman, hamma narsasi senga nima desam muhim, bolam yaxshi yashasin, bolamga bo'lsin deymiz. Oxir oqibatida shunaqa holatlar kelib qoladiki, ota-onani mensimaydi. Juda ko'p kuzataman. Hamma oilasida sharoiti bor, hamma narsa muhayyo, oilalarni endi men hammasi deya olmayman, endi ko'p kuzatuvlarim menga murojaat qilishlar bo'yicha oilasida hamma sharoit borda, lekin tarbiya yo'q. Moddiy jihatdan? Moddiy jihatdan hamma narsa yetadi, havas qilasiz. Lekin shu darajada o'sha moddiy holatni zo'r qilaman deb, haligi ruhiy tarbiya berilmagan oqibatida tarbiya juda pastga tushib ketdi. Ota-onaga shunaqangi bosimni o'tkazyapti bola, kerak bo'lsa tabletkaga o'tirib qolganlar bor, ukolga
bolasini qaytara olmasdan уже ota-ona kuchsiz, jismoniy zaif bo'lib qolgan, bir joyga yoshi borib qolgan, уже kuchi yetmaydi boshqarishga. Bola уже katta, 5-6 yashar bola emas, uni boshqara oladigan. Urib o'tirib qo'yadigan. Kerak bo'lsa, ota-onani urayotganlar guvohi bo'lyapman. Bor bunaqalar. Shuncha aytaman, men bu holatda yechim berib ketgan bo'lardim. Mayli, hayot majbur qiladi, yeyishimiz kerak, kiyishimiz kerak, yashashimiz kerak, lekin ish deb tarbiya qolib ketmasligi kerak deyman. To'g'ri, moddiylik deb. Ayniqsa o'g'il bolalar tarbiyasida. O'shaning uchun farzandlarga e'tibor berish kerak. Ming ishingiz ko'p bo'lmasin, vaqt ajrating. Vaqt ajratish kerak. Ertaga kelajakda buni oqibatlari yomon holatlarga olib keladi. Yaxshi, endi demak mana hozir siz bilan suhbatdan bilinyaptiki, ayollarning jonlariga suitsid qilishlariga o'sha o'zlarini qadrsiz his qilishlari yoki samotyonikani, ya'ni o'ziga bo'lgan bahoning pastligi deb bilyapmiz. Endi odatda shunday bo'ladi. Nima uchun bizning ayniqsa o'zbek ayollari o'zlarini qadrlashmaydi yoki dam olgim kelyapti deb aytishdan uyalishadi yoki o'zlarini birinchi o'ringa qo'ya olishmaydi? Buni hozir aytsam, siz ham eslab kulasiz. Sababi bizda o'sha tarbiyaga bo'lib taqaladi dedim. Kichkinalikdan e'tibor bersangiz, endi hozir bu narsa oddiy bo'lib boryapti, borgan sari, lekin yoshi kattalar buni qabul qila olmayapti haligacha. Qizlar oynaga qaraganda eslang, o'sha paytlarda siz mendan ham kattasiz, urushib berishardi. O'ziga qarasak, oddiy laq qo'ysa, nima laq qo'yib olding? Maktabda agar ustozlarimiz ko'rib qolsa, u paytlar telefon bo'lmasdi, albatta uyga borib aytishardi. Shu uyimga bormasin, aytib qo'ymasin, laq qo'yganimni yoki oddiy bir qalam qo'yganini ham qizlarni ham uyda qo'ygan ko'rsa, lilenka bilan urardi, eslagan bo'lsangiz. Maktabda jazolashardi, cho'lga kelsa qanaqa urush eshitardik. Uxlasak, qiz bola hadeb uxlamaydi. Ozgina ko'rsak, muncha xiringlab kulasan. Qiz bola bunaqa kulmaydi. To'g'ri, ular bizga yomon bo'lsin deb aytishmagan. Shu darajada iboli, xayoli qilaman deb, o'zini tan olish, o'zini qadrlash, o'zini qabul qilish darajasini ongsiz ravishda onalar pastga tushirib yuborishgan. Agar e'tibor bersangiz. Keyin shunaqa gaplar eshitaman. Men hech narsa qilmasam ham, hech qanaqa makiyaj qilmasam ham shundoq chiroyliman. Nima qilaman, o'zimga xarajat qilib. Tabiiy yurganim yaxshi, oddiylikni. To'g'ri, oddiylik yaxshi, lekin o'zini qabul qilish, o'zini hurmat qilish, o'ziga qarash degani bu bachkanalik yoki bir behayolik degani emas. Lekin bizga o'sha paytda ko'chadagi ayollarga o'xshabsan. Behayolar shunaqa qiladi. Ozgina kulsak yoki muzikalar qo'yib arabchalarga o'ynaganimizda qanaqa taqiqlarga uchragan bo'lganmiz. O'sha narsaga to'yinmagan uchun ham qizlar o'ziga buni ravo ko'rmaydi. Taqiqlar bo'lgani uchun ham. Chunki miyasida bu narsadan amalga oshirganlik, bu behayolik, bu yaxshi ayol emas degan. Mentalitetimizga to'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelmaydi. O'sha behayolik degan sindrom borda, e'tiqod singdirilgan. Agar bu xatti-harakatlarni qilsam, men ongsiz ravishda shunaqa ayolman degan his-tuyg'ular bor baribir juda ko'p ayollarning ichida. O'shaning uchun ham o'zlariga ravo ko'rishmaydi. Hattoki shunaqa holatlarni o'zimda shu narsa bor edi-da. Chunki katta farzand bo'lganim uchun ko'p katta farzandlarga ayniqsa bosim bo'ladi baribir. Tarbiyachi onadan keyin o'zimga ham konsultatsiyaga kelsa, shunaqa to'lib ketib gapirsa, to'xtab turing, birinchi farzand emasmisiz yoki oilada nechinchi farzandsiz deymanda, birinchisi ichimda siz bilan hamdardman deyman. O'tib ketaman, chunki ayniqsa birinchi farzandlarga o'g'ilmi qizmi juda ham oson emas bizning mentalitetda. Bosim katta bo'ladi. Juda ota-ona tarafdan. To'g'ri, uni yomon bo'lsin deb aytishmaydi, lekin ko'p mas'uliyat yuklanadi. Mas'uliyat katta bo'ladi. Ko'p mas'uliyat yuklanadi. Buni oqibatida menda shunaqa narsa bor edi. Shu uxlayotganda ham agar bir narsa, oddiy bir bokal oshxonada joyiga qo'yilmay shu kuchni ostida qolib ketgan bo'lsa ham, uxlayotgan joyimda shu ko'zim ochish qolib ketgan deb turib borardim. Voy, shuni ertalab ham turib olib qo'ysa bo'ladi-ku. Yo'q, turib borib qo'yib kelishim kerak. Shu darajada hamma narsa joy-joyida bo'lishi kerak. Bunda miya charchaydi. Mas'uliyat ham, ortiqcha mas'uliyat ham tanaga yukdan baribir. Oqibat shunaqa bo'ladiki, o'zingiz oila qurganingizdan keyin, o'zingiz farzandli bo'lganingizdan keyin miya shu darajada shunaqa narsalardan charchab ketib, sal narsaga baqiruvchan, sal narsaga jahl, asabiy, agressiv. Oddiy bolalaringiz o'ynasa ham, baqirsa ham yoqmaydigan qoladi. Shuna oqibatida men, bilasiz, xabaringiz bor, shu darajada bo'lganmanki, stresslar, oilaviy ziddiyatlarni ko'tara olmasdan onkologiyaga tushib qolganman. 3 yil davolandim buni ketidan. Hozir shu holatga kelganmanki, farzandlarim butun mahallani boshlab kelsa ham, bitta xonani bekir biz butun uyda beraman. Hamma narsani tushiradi. Qo'shnilar aytadi, qanaqa sabr, toqat bilan chidaysiz? Men bitta joyda chang qilsa, o'sha asablarim tikka bo'ladi.
nima qilibdi o'ynasin mayli maza qilsin deb shunaqa holatga kelganman. Aytaman o'ynanglar maza qilib yig'ishtirib ketinglar faqat. Mazza qilib o'ynash uchun kelib o'zi yig'ishtirib ketadi. Ko'pchilik o'shada bor ket ko'chada o'yna bor ket hamma u qayerga borsa ular o'zi kechirsa qayerga borsa hamma quvsa kiringlar o'ynanglar. Ya sizga qo'yilaman deydi-da. Salonga ham qizim do'konlarni yetalab kelsa mana ishimga ham yonimda murskoy sartaroshlar borda sitorib qanaqa asabiychi deydi. Men erkak kishi bo'lib deydi, ana qizingizni xatti-harakatlarga chidolmayapman deydi. O'ynaydi, qizchalar olib kiradi, stol erkinda sochlarini taraydi, bir nimalar ketdiga xohlagan narsani ishlatadi, men indamayman-ku. Qanaqa qilib deysiz, men o'sha jinni bo'lyapman deydi-da. Yo'q, ular agar hozir qo'yib bersangiz bolaligiga to'ysa, o'sha bolalik oziqasi, bolalikda xatti-harakatlari qilinadigan, masalan uchun 3 yoshdan 5 yoshgacha zehn rivojlanish davri bo'ladi, ko'p savollari bo'ladi beradigan. Biz paytimizda qo'ychim o'tirmuncha ko'p gapirasan, ko'p gapirish yaxshi emas, ko'p gapirsang mahmadonalik deyilgani uchun ham ko'p narsani ayta olmaganmiz. Kelib bo'lsa hozir men mikrofonda gapiryapman. Birinchi marta mikrofonda gapirayotganimda o'z-o'zidan yig'lab yuborardim. Nimaga? Chunki hamma ichida gapirish uyat, hamma ichida gapirmaslik kerak degan e'tiqodlarimiz bo'lgan-ku. O'sha narsalarni ochib olish uchun ham ko'p ustimda ishlaganman, izlanganman. Bemalol men kamerani oldida qo'rquvlarim oldin bunaqa bo'lmagan. O'sha 3 yoshdan 5 yoshgacha davrgacha ham mahmadona demasdan, mayli siz savolga javob bermasangiz ham, ha, to'g'ri, ha deb eshitib turing. Hech bo'lmasam eshitish kerak onalar. Eshitib turing, bo'lmasam javob bergisi kelmasa ham. Ko'p gapiryapsan, bor nariyoqqa bor, jim o'tir, qilmang. Ishimni qilib olay. O'zi keyin nima bo'ladi buni oqibatida? 5 yoshgacha siz uni zehn rivojlanish davrida eshitmadingiz, qo'llab-quvvatlanmadingiz, sabr toqatingiz yetmadimi? Maktabga chiqayotgan davrida chiqib she'r ham aytib bera olmaslik sababi shu bo'ladi. Maktab uyingizda ustoz yetib kelmadi desa, bolam uyda yotlagandi deydi ko'p otalar. Uyda yotlagan borib ifoda etib bera olmaydi. Sababi hamma ichida ko'p gapirma degan gaplar ko'p eshitilgan. Qayta. Bizga hattoki programma darajasida. Bu e'tiqod ta'sir qiladi. Bor narsasini ko'rsatib bera olmaydi. Buni oqibatida bolang yaxshi o'qimaydi, bola yaxshi o'qimayapti deydi. O'sha bola biladi, ko'rsatib bera olmaydi. Uyida erkin o'sgan bolalar borib ifoda etib bera oladi. Ertaga bunday farzandlar oilali bo'lgandan keyin, bunday qizlar oilali bo'lgandan keyin, albatta o'sha bolalikdagi tarbiyaning izlari xuddi shunday ko'rinishda boshlaydi. Bolalariga ham ko'rsatadi. Keyin aytadi, nima uchun lallaygansan, nima uchun lapashangsan, ifoda etib bera olmaysan deydi. O'zingiz ifoda etib berishga qo'yib bermagansiz. Buni sababi esa men xato deb ayta olmayman, bilmaslik. Shunchaki bu bilimlarni bilmagan. Mana endi psixologiya rivojlanib boryapti. Shuncha rivojlangan bo'lsa-da, haligacha qabul qilolmayotganlar bor. Biz davrimizda psixologiya yo'q edi, psixolog yo'q edi, ko'chik bo'lmagan-ku deydi. Shu o'rinda kuzatuvchilarimizga bitta gap aytsam, men ham psixologman. Chunki farzand 8-10 yoshgacha umuman butun olam haqidagi, odam haqidagi, masalan pul haqidagi, ayol erkak munosabatlar haqidagi asosiy e'tiqodlarni shakllantirib bo'lar ekan va keyinchalik xuddi o'sha programmalar asosida hayotida ijro qilib berar ekan. Hozirgi kunda ko'p uchratamiz, masalan, onam shunday tarbiya qilgan, otam shunday tarbiya qilgan deb. Aslida bu gapni gapirish bu ayblov hisoblanadi ota-onalarga nisbatan. Lekin anglagan odam ota-onani ayblamash kerak. Aslida biz ham aybdor emasmiz. Ota-onamiz ham aybdor emas. Bu yerda ilmsizlik. Hamma narsani to'g'rilasa bo'ladi. Sektora hozirgi kunda. Ular bilmagan, u bilimlar bo'lmagan. O'shaning uchun endi aytish mumkin. O'sha paytda ham shunaqa bemalol o'zini ko'rsatib bilganlar bo'lgan-ku. Hozir men bu yerda o'zbek maktab, rus maktab solishtirmoqchi emasman. Shunchaki rus maktabda o'qiganlarda sal kengroq fikrlash bo'ldi. Sababi ularda psixologiya oldinroq rivojlangan bo'lgan, ta'lim psixologiya orqali bo'lgan. Ya'ni insonni psixologiyasiga qarab ta'lim bo'lgan. O'shaning uchun ham sal erkinlik bo'lganda, o'shaning uchun rus maktabda o'qiganlardagi o'sha paytdagi oilalar bizda hozirgi tilda ruschalab современный deymizmi? Современныйroq bo'lgan, ota-ona bilan farzand suhbatlari ochiqroq bo'lgan, o'zbek mentalitetidan sal nariroq bo'lgani uchun ham ochiqroq bo'lgan. Shuning uchun ham o'sha paytda ham lider farzandlar bo'lgan va o'shalarni avlodi hozirgacha ham davom etib kelyapti. Sababi shu. O'shaning uchun ham o'sha paytlar bo'lgan. Va o'zbek maktablarida mentaliteti kuchliroq bo'lgani uchun ham tarbiya qattiqroq bo'lgani uchun va bilmaslik oqibatida psixologiya unaqa kuchli bo'lmagani uchun ham biz hozir ayblamaslik kerak deyapsiz-ku, bilmagan uchun shunaqa tarbiya bo'lgan. Bilganda ular ham buni qilmasdi. Albatta, chunki ota-ona doim farzandiga eng yaxshisini, o'zidagi eng bor bilimini beradi. Boshqachasi yo'q. Ular o'sha tarbiyani ko'rishgan va bizga xuddi shunday tarbiya berishadi. Shunday, men ham birinchi marta psixologiyani o'rganganimda ko'tarilgan programmalar
Aytganman onamga, shunaqa qilgansiz, Siz qilgansiz, mani qiynagansiz. Keyin уже prof kurslarga qadam boshlagandan keyin ona shu bilmagan ekan, shunaqa degan ekansiz. Уже qanday desam, qanaqadir chegara bilan gapirish bo'lganda, ota-onamni oldida men erkin gapira olmaganman. Ota-onamni oldida bemalol ichimdagilarni ayta olmaganman. Men qachon bemalol bo'lgan, mana keyingi oy 34 ga kirsam, 28-29 yoshlarga o'tayotganimda ota-onam oldiga chegara olib tashlaganman. Bemalol gapira oladigan bo'lganman. Xuddiki ikkita o'rtog'i gaplashib oladigandek. Ungacha hayy qo'rqib aytsam nima bo'lar ekan degan narsalar bo'lganda, chunki o'sha tarbiya uslubi bizda chegara bo'lgani uchun har narsani aytish kerak emas, uyat degan narsalar yo'q. Ota-ona bilan farzand o'rtasida uyat degan narsa ma'lum bir miqdorda bo'lishi kerak ekan, lekin bemalol ayta olish kerak ekan. Kerak bo'lsa, qiz bola ham dadasi bilan bemalol gaplasha olish kerak. O'g'il bola ham o'zining muammolarini aytsa bo'ladimi otasiga? Muammolarini bemalol ayta olish kerak ekan. Ana shunda ertaga u hayotidagi vaziyatlarni yechib keta olish darajasi yuqori bo'lar ekan. Mana shu narsani tushundim. Ota-ona bilan kontakt zo'r bo'lmaganmi, u butun jamiyat bilan ham kelish oson bo'lmas ekan. Chunki birinchi muloqot qiluvchi shaxs inson dunyoga kelishi bilan bu ota-ona bo'ladi. Ota-ona. O'zingizning ichki jamiyatingizda munosabat zo'r bo'lsa, ayniqsa farzandni ota-ona zo'r tushuna olsa, ertaga u jamiyat bilan ham zo'r bo'lar ekan. Bu juda ham katta ahamiyatga ega ekan. Jamiyatga uni o'sha yangi oilasidagi qaynona, qaynota, o'g'illar masalan bu katta muammo hozir. O'shaning uchun ham men bu yerdan bitta yechim berib ketaman. Siz ko'proq yechimlar bering degani uchun kelishdi oldin. Albatta, chunki bizda yechim bor-da ko'rsatuvimiz. Ko'proq yechim berib keting. Chunki loyiham nomi Sitora yechim degani uchun men yana bir yechim berib ketaman. Agar farzandlaringiz bilan kelajakda muammolar bo'lishini xohlamasangiz, ularni kichkinaligidan ular bilan erkin gaplashing. Uyat dadangga bunaqa dema, uyat dadangni oldida unaqa qilma demang. Chunki u farzandi uyat degan chegaralar bor, lekin bizda oddiy narsaga ham uyat deyishdi. Dadasining oldida o'tirib erkalanib gapirsa ham uyat deydi. Yo'q, qiz bola otasiga erkalanish uyat emas. U otasi erkaligiga to'yinsa, ertaga uni ham borgan erkak qadrlaydi. U eriga ham erkalanib gapira oladi, ichidagini ham ayta oladi. Erimga ayta olmayman. O'zimga hatto shunaqa vaziyatlar bo'ladi, kerak narsalarni ham bir o'zim uchun alohida ayolni bir intim narsalar uchun kerak narsalarni ham ayta olmayman erimga deydi-da. Sababi o'sha otasi bilan kontakt zo'r bo'lmagan. Otaga erkalanmagan, otani mehriga to'ymagan. Urushmang otasiga erkalansa, otasini quchoqlasa, o'psa ham urushmang. Uyat deydi bizda. Otasi katta chegara bu. O'sha narsa bo'lmasligi kerak. Bitta yechim mana sizga, qizingiz otasiga bemalol erkalansin, o'g'lingiz onasiga bemalol erkalansin, ichidagini ayta olsin. Ana shunda ertaga ularda oilaviy munosabatlarda muammolar bo'lmaydi. Bo'lsa ham yechib keta oladi. Shunday. Chunki ota bilan bemalol gaplasha olgan, ona bilan o'g'il bemalol gaplasha olgan. O'zining muammolarini hal qiladigan farzandlar yetishadi shunda. Sitora, mana bugungi asosiy mavzumiz o'sha ayollarning o'zlariga, jonlariga qiladigan suiqasd-ku. Ayol kishidagi qurbon pozitsiyasi ham rol o'ynaydimi? Albatta rol o'ynaydi. Chunki yana bizda bor tarbiyaga taqaladi. Xohlaysizmi yo'qmi, men baribir o'sha yoqqa borib bolaligimizdagi oiladagi muhitga boraman. Muhitga juda ko'p narsa katta ahamiyatga ega. Boyagidek qizlarimizga o'zini qadrlanmaslik o'rgatilmagan uchun hech narsa qilmaydi. Hech narsa qilmaydi. O'tib ketadi. Sabr qilsang o'tib ketadi. Men ko'rdim, sabr qilib o'zini tanasi ishlamaydigan holatga borib qolgan ayollarni ko'rdim. Tajribangizda? Tajribamda. Atrofimda ham, yaqinlarim orasida ham bor. O'zimni tajribamda ham. Men aytaman, bizning oilada moddiy tarafdan unaqa muammo bo'lmagan. Chunki otam yaxshi topar edi. Shu kichkinaligimda eslayman, tadbirkor edi. Ko'pchilik aytadi-da, yaxshi yegan bo'lsang, yaxshi ichgan bo'lsang, nima muammo deydi. Birinchi o'rinda moddiylik shuni aytadi-da. Qo'yiladi bizda. Yo'q, u narsa emas. Birinchi o'rinda ruhiyat, munosabat, oiladagi vaziyatlar. Men bu yerda ota-onam ayblamoqchi emasman, shunchaki demoqchiman, moddiy narsaga bog'lamoqchi bo'lsak, men otam juda ham zo'r topgan. Kerak bo'lsa, oldin pul sanash apparatlari bo'lmagan, chet elga shunaqa bog'larimiz bor edi, fura yuk jo'natar edi. Qop pullar taxlardi kechasi bilan. Aytaman, voy, bezor qachon uxlaymiz, bezor bo'lib ketdim derdim-da. Dadam taxlaganimiz uchun o'sha 100 so'mlik, 200 so'mliklarni sizlarga kiritdi, rag'batlantirardi, xursand bo'lib. O'shaning uchun ham men moddiy tarafdan tez ochirganman deb o'ylayman-da, chunki mana psixologiyada shunaqa narsa bor. Kim qaysi tarafdan psixologga birinchi borsiz ochirsangiz, o'sha narsada sizda bloklar kam bo'lgan yoki bo'lmagan deyarli-da. O'sha pul tarafdan tez muammolar tezroq hal bo'lsa, shu pul ichida ko'proq katta bo'lganim uchun, pulda aylanma bizda zo'r bo'lgani uchun ham men pulda tezroq ochirganman.
tezroq ko'proq kurslar ochganman, ko'proq sota olganman, konsultatsiyalar. O'shaning uchun ham menda bu narsada muammo yo'q. Lekin munosabatlarda va sog'liqda o'sha qurbon pozitsiyasida muammo bo'lgan sababi mani onam o'zini yaxshi ko'rmagan bo'lgan. Dadam shuncha qop-qop pullar taxlagan bo'lsa ham, buni ham sababi onamning onasi ham shunaqa bo'lgan. Rahmatli onamni otasi juda ko'p Qozog'istonda yashagan otlari bo'lgan, juda ham boy inson bo'lgan. Lekin bobom rahmatli ichkilikka yaxshi ko'rgan bo'lgan va shu buvim rahmatli ichgandan keyin baribir bilasiz har xil holatlar bo'ladi. Hamma farzandlari qochar ekanda, endi onam aytib berganda, bizda o'sha erkaklarga nisbatan noto'g'ri dasturlash onam iyirma aytib berardi. Bobong rosa zo'r odam bo'lgan, lekin ichgan bo'lganda, ichgan paytida shu hammamiz qochardik. Onam rahmatli hammamiz qocharardi, keyin bobong urishardi, kaltaklarini yerda aytib bergan. Shu erkaklarga bo'lgan, to'g'ri bobom yaxshi ko'rgan bo'lganmiz, lekin ongsiz ravishda biz gapirib beramiz-ku ayollar farzandlarimizga erkaklar haqida nafrat singdirib borar ekanda. Noto'g'ri dasturlar o'zi bilmagan holatda aytib berib, ichadigan erkaklar haqidagi ichadigan erkaklarni yomon ko'rib qolishimning sababi ham o'sha bo'lganda, ichadigan erkaklarni ko'rsam shunaqa yomon ko'rardim, tosh otib qochardim. Aytib berardilar-da. Shuning uchun ham mana onamga ham dadam ichmagan bo'lgan. Dadam ichmasdi. Endi nimani ko'rsang psixolog aytadi-ku, sen shuni ko'rib katta bo'lgansan, shuning uchun shu narsa uchragan deydi. Yo'q, aynan shunday uchramaydi. Shunchaki qadrsiz katta bo'lganmisiz, qadrsizlanishingiz mumkin. Sizga boshqacharoq vaziyati beriladi. Aynan shunday bo'lmaydi. Va mana dadam zo'r topgan bo'lsa ham, ildiz shunchaki qadrsizlik. Zo'r topgan bo'lsa ham, o'sha buvim ham o'ziga yaxshi narsani ravo ko'rmagan. Voy, nima qilaman, erimga yaxshi bo'lsin, nima qilaman qilgan, kiymagan, zo'r narsalar ravo ko'rmagan. Eri shunaqa zo'r topsa ham aytib berganda, shu bolalarini, o'sha tog'amlarni, xolamlarni iplarga bog'lab, shu bitta anaqa qilar ekan, qoziq qoqar ekan, bir soyaga hammasini bog'lab ketar ekan. Tasavvur qilasizmi, hozirgi kunda shunaqa qilsam, shuni ayting. Bolalarni bog'lab oldiga ovqat suvlab qo'yib ketar ekanda. Borib dalalarda o'sha paytlari chopqilaq qilib kelgan. Aytib onam, bolani bog'lab ketish tasavvur qiling, hozirgi paytda qanaqa qilgan, o'tirgan shular yeb ichibni olib deydi. Chaqaloqlar o'zi shunaqa qilami, travma bu bolaga. Juda kuchli travmada. O'zini o'sha jim o'tirsang bo'ldi, qamoqda o'tirsang ham degan narsaga loyiq ko'rganda, onam ham uyda o'tirsam mayli, qayerqa boryapman deb, endi o'sha bog'langan bolalar ichida onam ham bo'lgan-ku. O'zini yaxshi ko'rmaslik. Dadam shunaqa zo'r topgan bo'lsa ham, mana onamning ovsinlari ham bo'lgan. Ular onamga o'xshab chiqib parniklarda ishlamagan, chiqib dadam parniklari ham bo'lganda, qilmagan. O'sha uyda nechta kelin bo'lsa ham, onam kerak bo'lsa 3 tandirlab non yopgan, bitta mashina olib bering demagan. O'sha paytda ham Kirgiziya mashinkalar bo'lgan. Olib bering demagan. Ravo ko'rmagan. Shuncha qayinlarini aytib beradi, shuncha oilada ko'pchilik bo'lgan. Oldin bilasizku, Farmon bibiga o'xshab hamma bitta holda yashashgan. O'zi qo'lda kiyimlarni yuvib aytadi, dastlab kichkina edi, isitmay chiqsa ham deydi, shuni qo'yib qo'yardim-da deydi. O'sha tonna 7-8 kishini kiyimlarini yuvardim, 3 tonna ondan nahot shuni aytsangiz dadam qilib berardi-ku, kiyim mashinka olib beradi yoki yordamchi olib beradi. Aytmaganman deydi. Dadam unaqa qattiq inson emas-da, unaqa narsaga. Nima programma bor shunda o'ngizlarda? Qadrsizlik. Shu onasi o'ziga ravo ko'rmagan. Bobom shunaqa zo'r topgan, lekin zo'r topsa ham o'sha uyda yeb ichib yaxshi kiyinib bolalarga qarab o'tirmay, chiqib erimga yordam bo'ladi, yana chiqib dalalarga borgan onasi. Bo't mana qizim endi shunday. Endi qarang-da, onamni ko'rib baribir biz aytamiz-ku, mana aytib o'rgatish xato. Ko'rib namuna oladi deyman tarbiyada. Ming siz baqiring, qo'shiyasi ko'rganini qiladi. Sizni gapirganingiz qilmaydi. Ko'rganini qiladi. Ko'rganini qiladi. Ko'rganini qiladi. Rost bu. Haqiqat bu. Xuddi shunday. Men ham misol aytardim, onamga o'xshamayman, onasiz shunday dadam imkoniyat bo'lsa ham o'ziga qaramaysiz deb urishardim-ku, lekin shu narsa o'zimda ham bo'ldi-da. Muhokama qilsangiz yashaysiz o'shanda. Yashab o'tdim, shuncha aytaman-da, sizni ko'rganingizni qiladi farzand. Shuning uchun namuna bo'ling. O'zingizni qadrlang ayollar, o'zingizni yaxshi ko'ring. Bu degani boshqalarga past nazarda qarash, boshqalarni hurmat qilish degani emas. Ba'zi bir psixologlar shunaqa tushuntiryapti, eshitib qolamizda, u bizga ham minusda, bizga ham yaxshi emas. O'zingizni boshqaga tupur degan narsa, ya'ni o'zingizni seving. Psixolog yo'q deya olishni o'rgatdi deydi. Yo'q deya olishni ham kezi bor, vaqti bor, chegarasi bor, vaqti bor-da. Uni aytmaydigan vaqti bor. Qanaqa vaqtda aytish kerak? Buni to'g'ri tushuntira olish kerak. Ilm kerak endi. Kimga yo'q deyishni o'rganish uchun ilm kerak. To'g'ri tanlash kerak-da. Buni oqibatida psixologlarga past nazarda qarash tosh otilyapti-da. Yo'q, o'zingizni seving, boshqalarni hurmat qilgan holatda, boshqalarni qadrsiz qilmagan holatda.
shunaqa shaxsiy chegaralarini qo'yilgan odam. to'g'ri qo'yingki, u chegara qo'yish deganda ham buni ham noto'g'ri qo'yishyapti-da. Hozir shunaqa chegara qo'yib qo'yishyapti. Boshqalarga shunaqa tosh otib, boshqalarni mensimasligi oqibatida hattoki qaynonasi kelin bir yaxshi ovqat qilasizmi, bugun bir mant yegim kelyapti desa, men o'zim yaxshi ko'rishim kerak. Yo'q, men bugun chuchvara qilaman. Yoki qilmayman. Ha, qilmayman. Men o'zimni sevishni o'rganyapman. Unaqa sevilmaydi o'zini sevish. Mayli, oyijon, bitta mant ekan qilib beraman. Ha, o'zingiz yaxshi ko'rgan desa, mayli, kichkina qozonchada alohida qiling. O'zingiz ham xafa qilmang, boshqalarni ham xafa qilmang. Mana shu o'zini sevish, hurmat qilmaslik, o'zini ham hurmat qilish, boshqalarni ham hurmat qilish. O'sha o'zimni sevaman deb, aslida siz mana qurbon pozitsiyasidasiz. O'zini sevish deb boshqalarni ham sevmasdan haligi nima deydi, keragidan ortiq egoistlik, bu ham qurbonlik deyman men. Bu yaxshi emas. Bu ham noto'g'ri talqin, noto'g'ri psixologlarni ham noto'g'ri tarbiyalashida hozirgi ayollarni bizga ham tosh otirish sabablari mana shu. O'shaning uchun mayli qurbon pozitsiyasiga tushmang, o'zingizni ham boshqalarni qadrsiz qilmagan holat yaxshi ko'ring. Qiz farzandingiz bo'lsa, bu aytganimdek ko'rib namuna oladi. Albatta. Ko'rib namuna oladi. Chunki olmantega olmachadi. Mana endi hozir meni qizimni aytamanda, mayli. Onasi qilgan qiz baribir qiladi. Shunaqa o'zini yaxshi ko'radi. Onam aytadi, "Voy, qizing boshqacha." Hozirgi yoshlar boshqacha o'zi boshqacha energichni bemalol fikrini bunaqa emas eding deydi-da. Mayli, ona deyman, endi biz bilmadik, bular bilsin. Endi hozir onam mana o'zimiznikilar bilan ishlasak qabul qilish osonda, bizani anavi onangman, qizingman degan chegarani bozor shuning uchun men ham onam travmalarni ichida sizga yuborgandim, eslasangiz bundan albatta oldin. Kecha onam oldida o'tirsam, go'lingizni eshitdim-da. Men oldiga borgan Yorqinoy degan tanish emasmi? Bitta ovozingizni tanitdi. Ha, o'sha dedim. Aylanlashagan. Ha, desam, qanday tanidingiz desam, ovozingiz esimda qolgan deb qo'y. O'shaning uchun hozir bemalol gaplashamiz va qizim hozir menga o'xshamaganidan xursandman. O'ningiz bilan oradagi to'siqlar olingan. Qizim ham hozir bemalol gapiradi. Mabodo nima deydi, qizimni aldab qo'ysam, qizim biladi. Agar nima deydi, bilimsizlik oqibatida bo'lganda, "Ha, siz meni aldadingiz." Hozirgi mana shada qizlar hozirda. Aya, kichkina bo'lsa ham hali 5 yil oldiga kiradi. O'sha payt shunaqa dedingiz-ku, men bildim siz aldaganingiz. Qayerdan bildingiz? Hech narsa yashirmaydi bo'ladi aslida. Bemalol aytadi. Qayerdan bildingiz desam, shunaqa dedingiz, endi hamma ichida shunaqa demadim, o'shaning uchun o'zingizga aytib. Voy qizim, o'zi biladi-da, shaxsiy chegara, boshqa birovlar onasini uyaltirmasdan o'zimiz alohida bo'lganimizni aytib beryapti-da. Agar bilimsiz qanaqadir psixolog tarbiyam bo'lmaganda, hamma ichida, "Ha, siz meni aldagan ekansiz-da." Hozirgi bo'ldi aytishdan to'ymaydi, to'g'ri. Shunaqa aytsa, biz qo'pol yomon deymiz-ku, lekin u ham aslida yomon emas, shunchaki ayta oldi. Faqat qanday ayta olishni bilmadi. Chunki onada bilim bo'lmagan uchun, o'rgata olmagan uchun. Men unga tushuntirib, shaxsiy chegarasini, o'zini qadrlash darajasini asta-asta kichkina bo'lsa ham, biz kichkina deymiz-ku, yo'q kichkina emas, o'zini me'yorida singdirib borganim uchun ham hammani ichida meni uyaltirmasdan, qanaqadir noqulay holga solmasdan alohida bo'lganimizni aytib beryapti-da. Xursand bo'ldim. Albatta, chunki bitta ayolning o'qigani butun jamiyatga deyishadi-ku. Erta sizga keladigan qancha insonlar, farzandlaringiz atrofidagi insonlarga baribir ilmingizni nima desam ekan, foydasi seziladi. Endi Sitora, bir ajoyib savol borda. Mana biz hozir ko'rdik, jamiyatda haqiqatan ham mana joniga suiqasd qilayotgan ayollar ko'p. Buni ko'rib turibsiz-da. Suiqasd qilish bir kunda bo'lmaydi. Misol uchun ayol kishi ertalab turadi, "Men bugun o'zimni ikkinchi etajdan otaman yoki o'zimni osaman" demaydi. Albatta, mana biz misol uchun o'zimizning miyamizni bir idishga o'xshatadigan bo'lsak, u yillar davomida negativlarga to'ladi va bir kun shunga bitta katta zarba keladi, ayol bomba bo'lib portlaydi. O'shanda suiqasdlar bo'lishi mumkin-da. Masalan, mana ayol yosh kelinchak bo'lishi mumkin, yosh katta bo'lishi mumkin. Unda bilasiz, suitsiddan oldin qanaqadir o'zini ruhiy holati yaxshi bo'lmaydi. Kayfiyati yaxshi bo'lmaydi, tushkunlik bo'lishi mumkin, depressiya bo'lishi mumkin, qanaqadir misol uchun vrach bilan bog'liq kasalliklar bo'lishi mumkin. Mana shunda oila a'zolari qanday yordam berish kerak ayolga deb o'ylaysiz? Qarang, buni men yechimini aytishdan oldin hozir gapirdingiz, kechagina 2 kun oldin menga bir mijoz yozgandi. Shuni bir hayot tajribasini aytib ketmoqchiman. Yaxshi bo'ladi. Bunaqa holatlar boshqa qizlarda takrorlanmasligi uchun. Meni bir tanishim bor edi. U bir qiz bilan gaplashib yurgan. Va o'sha qizcha bir kun menga yordam so'rab yozdi.
aniqroq yordam so'ramadi. Bir kun menga yozdi. Men o'sha payti unaqa yordamda ham bo'lmaydi, shunchaki so'rash uchun yozdi. Psixolog sifatida? Bundan 6-7 oy oldin yozgandi. Keyin men endi u inson, bu qizni unaqa zo'r bilmasam-da, bu yigitni yaxshi bilaman. Taniyman oz bo'lsa-da. Keyin qizga aytdim, "Yo'q, seni tanloving xato. Va bu yaxshilikka olib bormaydi. Menimcha hozir bu narsani hal qilganing yaxshi. To'xtatganing ma'qul" dedim. Chunki u yigitni bilaman. Shunaqa narsis, oilada qizlarning ichida o'sgan, onasi kuchli manipulyator, o'sha muhitini oz bo'lsa-da bilaman va o'zi muhitini bilishingiz shart emas-ku. Qaysidir inson bilan gaplashsangiz, u qanaqa muhitda tarbiyalanganini juda yaxshi bilasiz. Xuddi tikuvchi boribdi, ko'ylagini fasoni buzilgan birov kiygan bo'lsa, shunaqa qilibdi, buzilgan ekan degandek, biz ham ancha suhbatlar, tajribalar, yillar tajribamiz orqali bir insonning suhbati orqali uni hayot tarzini bilamiz. Analiz qilib olamiz o'zimiz uchun. Va u yigit bilan ko'p salom alaykum yaxshi bo'lgani uchun bildim uni holatini, va qizga aytdim, "Senga men buni maslahat bermayman. Menimcha munosabatlaring yakunlaganing yaxshi." Va davom etgan. Shunaqa holatga borgan. 2 kun oldin yozyapti. "O'shanda aytganingizni qilmaganim uchun meni kechiring. Men uni tanimayapman. Kim mendan kechirim so'rayapti?" Yarim kechasi shu uyg'onib qoldim. "Tushunmadim, men sizni tanimadim. Nima uchun mendan kechirim so'rayapsiz? Sizdan shunaqa degandingiz, shunaqa yig'lab go'zlar tashlayapti." Yana suyuz holatida. Oila qurdimi ular? Oila qurmagan. Hali qurmasdan qurmagan, shunaqa suyuz holati, sababi qiz homilador bo'lgan. 6 oylik homilador bo'lgan. 6 oylik homilasini yigitni opalari borib, "Seni olamiz, uyat bo'ladi, homilador holatda to'ying bo'lsa." Yigitni opalari bilan suhbatlarini ham yozib menga tashlayapti, eshityapman-da. Qanchalik bu darajada inson berahm, razil bo'lishi mumkin. Bu muhitga taqaladida. Eshitib, ana shu ichim shunaqa darajada bir larzaga keldi. Baribir ayolmiz-ku. Obordi deydi, vrach bilan gaplashib, "Meni homilamni abort qildirdi" deyapti. Abort qildirdi, 6 oylik. U bolacha o'sha deyapti. "Men shifoxonada qolib yotganman" deyapti. "O'zimga kelib" deyapti. "Ular уже meni telefonimni ham ko'tarmayapti. Yo'q bo'lib ketdi, to'y bo'ladigan odamlar" deyapti. "Olib beramiz" deb deydi. Aldanganda, endi aldashgan shunaqa deb qutulish uchun. Keyin so'radim deydi haligi qizni, yigitni opasini, erini tanirkan, "Nima qildinglar? Meni bolamni hech bo'lmasa qabrini aytinglar, borib ziyorat qilib kelishim kerak. O'zimga kela olmayapman" deganda, qiz qo'llarini kesib tashlagan, shifoxonaga tushib, menga rasmlarni tashlayapti. Suyuz holati уже ishongan, yaxshi ko'rgan. Haligi kuyov aytibdi, "Bolangni kanalga oqqizib yubordik" debdi. U battar stressga tushgan, qo'lini yana kesgan, menga yozyapti. Aytdim, "Sani" dedim, "shu darajada joningni voz kechishga arziydimi o'sha insonlar? Hayot davom etyapti. Hayot davom etayotgan deyapti" deydigan gapga kelgunimcha ham men aytdim, "Bor, gaplash. Kerak bo'lsa ota-onang borsin. Onang bildi, o'sha onasi bilgan ekan, onang bilibdi. Onam bildi, hattoki uni ishxonasiga ham bordi" dedi. Eng achinarlisi holat mana shu o'zimizning hududimiz Jizzaxda bo'lyapti va yigit ichki ishlar xodimi. Uylanmagan lekin. Uylanmagan yigit. Ichki ishlar xodimi. Formadagi inson qonun himoyachisi, insonlarni himoya qilish kerak bo'lgan insonni aslida haqiqati mana bu ham muhitga taqaladi borib. Juda ham qizga achindim. Juda ham achindim. Keyin borib gaplashib ko'rmadingmi dedim. "Gaplashib ko'rmadingizmi" desam, "Gaplashib ko'rdik" deydi. Allaqachon yigitni unashtirishibdi boshqa qizga. 5-iyun kuni to'y deyapman, kelayotgan iyunda. "Qiz, men o'zimni o'ldirmoqchiman. Hattoki o'sha qizni topib aytdim" deyapti. "Menga farqi yo'q" deb aytdi deydi. Keyin aytdim, dedim, "Menga farqi yo'q degan bo'lsa, demak u yigitga" dedim, "hayotning jazosi shu" dedim. Agar dedim, mana bu yerda dedim, ozgina qalbida bir iliqlik bo'lsa, shunday qizni hayotini balki kimdir aldayapti deyishi mumkin, surishtirib ko'radi. To'g'rimi? Surishtirib ko'radi, biladi. Lekin shunday ham dedim, shuncha isbotlarni ko'rsatdim, u qiz menga farqi yo'q deyapti. Uni jazosi shu dedim, Allohning unga bergan jazosi shu dedim. O'ziga o'xshagan bir inson uchrabdi dedim. Sen hayotda bir baxting topib ketasan dedim. Yig'lama, siqilma, davom et. Sen ham tushunadigan undan yaxshi inson chiqadi dedim. Balki Allohning senga bir bergan imkoniyatidir dedim. Hali yana farzandlar ko'rasan dedim. Telefonni o'chirdimda hali yigitga telefon qildim. "Sizdan bitta narsa so'rayman" dedim. "Shunaqa holat bo'lganmi" dedim. "Nimaga unaqa deyapsiz" dedi.
Men dedim isbotlarini ham ko'rdim. Siz Allohdan qo'rqmaysizmi dedim. Undan oldin ham u yigitning bir voqeasini eshitgandim. Undan oldin ham bir ayol bilan ikkita egizak farzandini abort qildirgandi. Siz Allohdan qo'rqmaysizmi dedim. Ertaga sizga farzand bermasligidan desam, siz advokatlik qilyapsizmi deydi u qizga deydi. Men advokatlik qilmayapman dedim. Shunchaki inson sifatida, ayol sifatida dedim, achinganimdan aytyapman sizga dedim. Sizda ham opa-singlingiz bor, ertaga qizli bo'larsiz dedim. Ertaga qizli bo'lib dedim, qizingizga shu narsa boshingizga tusharsam, meni oilamni g'amini yemay qo'yavering. Siz Allohni biling bo'ldi bilar ekansiz deyapti. Ana. Dedim. Men nima deydi, insonni bilasiz-ku, baribir ko'proq suhbat qilib ko'rmasangiz yoki yashab ko'rmasangiz qanchalik bilmaysiz deydi-ku. Oldingi ko'rgan insonimning qiyofasi bilan suhbatdagi insonning qiyofasini yer bilan osmoncha farqi bor va tushundim. Ichimda aytdim, o'sha qizga aytdim, sani buni insondan qutulganing eng katta senga mukofot. Mukofot, Allohning mukofoti. Shunchaki bu inson bilan sinalding. Sinalding. Hayotda har xil sinovlar bo'ladi. Mayli san dedim, hozir o'sha oq ko'ylak kiymayotganing uchun yoki boshqa kiya olmayman deb xavotirdadirsan dedim. San mentalite qiz bolalik, ibo hayot degan narsalardan qo'rqib bordir. Lekin shuni yigit uchraydi sani shu holatingda tan olib qabul qiladigan. Shunaqa erkaklarni ko'raman. Men yigit bo'lib turib 3-4 ta bolasi bilan uylanayotganlar bor-da. Havas qiladi shunaqa erkaklarga. Sababi buni ham o'sha oiladagi onaning tarbiyasi. Ona agar mehrli bo'lsa, ona, men hech qaysi onalarni ayblamoqchi emasman, shunchaki ona shu darajada qalbi keng, mehrli bo'ladiki, o'sha birovning qizini farzandlari bilan kelinlikka yigit o'g'liga qabul qiladi-da. Buning uchun ham katta matonat, katta qalb kerak, katta yurak kerak-da. Katta yurak, katta qalb kerak. Buning uchun shu darajada qalbi pok bo'lishi kerakki, o'sha yigitni pok qilib tarbiyalash uchun payg'ambarimizni namuna qilsangiz bo'ladi. 20 yosh ayolga 2 marta ajrashgan ayol birinchi ayoli bo'lgan. Hozir bitta ajrashgan 3 ta bolasi bor, 5 ta bolasi bor deymiz-ku. 2 marta ajrashgan ayolni olganlar, shunaqa ulug' zot o'ziga shunday ayolni ravo ko'rgan. 2 marta ajrashgan, u qanaqa ayol 2 marta ajrashgan demaganlar-ku. Qizcha sog'lommi hozir? Uydalar yordam beryaptimi? Shu darajada stressda hozir ham shifoxonada. Men aytdim, hech kuniga tushmadim. Agar dedim, bu narsani o'sha bolangni abort qilishdan oldinroq aytganingda, men haq-huquqingni talab qilib, kerak bo'lsa qonuniy talab qil. Yana bitta qizni badnom bo'lmasdan, o'zing tega qotgan fikrlab bergan bo'lar edim-da. Endi mana ochiqchasiga o'sha boshqa qizga unashtirilyapti. Mana o'sha 5-iyun kuni to'y bo'lyapti ekan. Men aytdim, u qizga aytsam ham, opa deyapti, men shunchaki hayotim raso bo'lib ketadi, men aldanib shunaqa qolib ketaman. Ularga ishondim, ular to'y bo'ladi, ishon, faqat sharmanda bo'lmaydi degan uchun men aldanib ularga rozi bo'lib bolamni oldirdim deyapti-da. Shunaqa xatolar bo'lmasligi uchun ham qiz bolaga bolalikdan o'zini qadrlash, o'zini yaxshi ko'rishni shu darajada o'rgatish kerakki, qurbon pozitsiyasiga shunaqangi tushadi, baribir endi darajasi aldanmaslik darajasi yuqori bo'ladi. To'g'ri, hayotda hamma xato qiladi. Men ham xato qilaman. Psixolog bo'lsam-da, menda ham xatolarim bor. Men ham bizda ham qurbonlik pozitsiyasi bor baribir. Xatoyim yo'q demayman. O'sha xatolarim orqali men ham o'sib juda ko'p narsani o'rganganman. Va shuning uchun ham aytyapman, yechimini qiz bolaga o'zini qadrlash darajasini yuqori o'rgatsangiz, ertaga u mabodo shunaqa muomala o'sasa ham o'zini qadr-qiymatini biladi, haq-huquqini ajratib, o'zini himoya qila oladi. O'shaning uchun ham biz qiz bolalarga ko'proq qadrlash darajasini o'rgatishimiz kerak va o'g'il bolalarni esa qizlarni hurmat qilishni ko'proq o'rgatish kerak. Ona o'rgatadi buni. Va onaning mehriga to'yingan o'g'il boshqa ayollarni xafa qila olmaydi. Ayollar tarafdan lapashangsan, lallaygansan, randovursan, eplolmading va ona ko'p boshqaraversa o'g'il bolani, har bitta qadamini ona belgilaversa, hozir ham borda ko'raman-da. Shunaqa erkaklar bor, 15 yoshdan oilaga bosh bo'lgan. Shunaqa erkaklar bor, 40 ga ham kirib onasini qo'pol etagidan chiqmay yurgan farzandlari bor. O'shaning uchun o'g'il bolani shunaqa tarbiyalash kerak. Men aytaman, qiz bolani mas'uliyatli qilish shart emas deyman. Qiz bolani mehribon qiling. Mehribon tarbiyalang. Ertaga mehribon onalar bo'la oladi. To'g'ri so'z qiling, mehribon qiling. O'shani o'zi yetadi. Mas'uliyatli qilish kerak. Mas'uliyatni qizlarga yuklashni o'rgatmaslik kerak. O'zi hammamiz mas'uliyatni yuklangan. Bizda qizlarga yuklanadi. Bitta oilani butun qilasan, tosh kelsa kemirasan, er-xotin qo'sh ho'kiz deganda qilasan. Yerni er qilaydigan ham, qaro yer qilaydigan ham ayol. Qizlarga yuklangani uchun ham oilada ajrim bo'lsa, birinchi ayol yaxshi bo'lmaganda deydi. Birinchi nimaga birinchi ayol?
To'g'ri, yaxshi emas ayollar ham bor, oilasini buzayotgan ayollar ham bor. O'zim guvohi bo'lyapman, hamma narsa muhayyo, hamma erkak ichmaydigan, yurmaydigan, misol uchun shunaqa erkaklarni qadrlamaydigan ayollarni ham ko'ryapman. Lekin unaqa ko'p emasda. Ayollarda kamroq, erkaklarda ko'proq. Shuning uchun erkak ko'proq ayolni saqlab qoladi. Ko'proq. Demak, ayol suitsid qilayotgan payti to'liq ruhiy buzilish bo'ladi. Shunday. Hech narsa ko'ziga ko'rinmaydi. Asta-asta boshlanib boradi bu narsa. O'sha qizda ham oilasida o'sha ota mehriga to'ymaslik, qurbon pozitsiyasi kuchli bo'lgani uchun ham, o'zini qadrlash darajasi past bo'lgani uchun ham, ota bilan kontakti zo'r bo'lmagani uchun ham erkaklar ota mehriga to'ymagan qiz atrofdagi o'sha ering bo'lsa eringdan baxt ko'rasan, ering borsang eringnikida xohlaganingni seni baxtli qiladi. Erkak teguncha jim o'tir, erkak teguncha unaqa bo'l. Hattoki kiyinishga ham, qayerdir borishlarga ham erkak teguncha. Zapiklab qo'ygan. Chegara qo'yiladi. Erkak tekkandan keyin erkak ko'p narsa erkak tekkandan keyin deyilgandi deb erdan ko'p narsa kutadi-da. Talab qo'yib oladi. Talablar bo'lib ketadi. O'shaning uchun ham ko'p muammolar bo'ladi. To'g'ri, talab deganda nima me'yor ham bor, chegara ham bor, lekin o'sha erkak baribir tarbiyaga borib taqalaman. Erkaklarga ko'proq oilani qadrlash, sevish o'rgatilsa, onadan ko'proq mehr olsa, ertaga u ayoli o'zidan o'zi jazavaga tushsa ham, u tushunadi. Ha, bo'ldi deydi, bilyapman nima bo'layotganini. Bunga mehr etishmayapti deydi. Yo, qanaqadir gul beradi yoki oddiy shirin gapi bilan ham yoki borsan kirib uxlay qol deydi. Ayol bitta shirin gapga aldanadi-da. Otilib jahl chiqayotgan boy ichidagi travmalar bor, ayol o'zini boyki birdan asabiy bo'lib qoldi, bitta tug'ib bunaqa bo'lib qoldi, ikkita tug'ib mensimay qoldi deymiz-ku. Yo'q, u qaysidir nimalardan o'tib to'lib ketgan bo'ladiki, gormonal chiqmaslikning iloji yo'q. Gormonal o'zgarishlar bo'lgandan keyin u narsa turmush qurgandan keyin chiqadi-da. U qiz bola paytda chiqmaydi unaqa narsalar. Yigitlarda ham shunaqa, uylangan oila muhit bo'lgandan keyin paydo bo'ladi bu narsalar. Chunki unga ma'lum bir vaqt ketadi. O'zini muhitdagi vaziyatlar, shu qiz bola paytidagilari ko'rinmaydi. Boshqa muhitga kelgandan keyin tegishi boshlaydi. Erni ham gap tegib qoladi, qaynonasi ham tegib qoladi-da. Chunki u bankka to'lib bo'lgan bo'ladi. Lekin travmalar bilan-da. Keyin agar to'g'ri tarbiyalangan bo'lsa, yuqorida aytganimdek, bu ayolimga nima bo'layotganini tushunyapman deydi. Chunki ona o'rgatgan bo'ladi. Ayol asabiy bo'lsa, charchagan bo'lsa, unga yaxshi gapirish kerak. Hech bo'lmaganda bu haftada 1-2 marta bolangni qayergadir aylantirib ketdi, ayolingga dam olishga ruxsat ber yoki bolangga qarab o'tirdi, ayolingni yubor degan narsalar ona tarafdan o'rgatiladi-ku. Tushunadi. Ha, demak deydi, ayolimga deydi, hozir deydi, e'tibor kerak deydi. Bor kirib birpas dam o'zim qilaman deydi. O'shanga ham ayolchi bor, kirib birpas dam olganga ham shunaqa xursand bo'ladi, motivatsiya bo'ladi. Brilliant olib berishdan gelik olib berish shart emas. O'zigina bitta o'zini shirin ma'ni tushunadigan inson bor deydi, lekin har narsani otib baqirayotgan ayol birdan o'chadi-da. Shunaqa ich-ichidan dunyolarga sig'may ketib xursand bo'ldi. Shunday kirib, haligi er uni urishgan bo'lsa ham, so'kkan bo'lsa ham, bir o'sha gapga deydi, she'r bo'lib ketib, yengil bo'lib ketib, uxlash ham esidan chiqadi borku. Kerak bo'lsa dam olish kerak bo'lsa dam olmaydi u bechara ayol. Turadi, birdan hamma ishlanqib ketib, yana o'ziga energiya to'lib ketadi. O'shaning uchun erkaklarni ko'proq tarbiya qiling, yechim. Erkaklarni ko'proq ayollarni yaxshi ko'rish o'rgating, qadrlash o'rgating. O'shanda ayollar baxtli bo'ladi, farzandlaringiz ham sog'lom bo'ladi. Muhimi, kelajak sog'lom bo'ladi. Sitorian ajoyib savol. Mana haqiqatan ham o'sha suitsidga moyil ayollarda masalan oilaviy muhit yaxshi emas. Endi tasavvur qiling, kimdir juda ham stressda, o'zi depressiyaga o'tgan uni shakli. Hech kim o'sha ayolni qo'llab-quvvatlamaydi. Mana shunaqa ayol qanday qilib chiqib ketish kerak? Qarang, ota-onasi eshitmayapti, turmush o'rtog'i, qaynona-qaynotasi endi boyagidek. Nima eshitmaydi. U ayol yolg'iz o'zi. Mana shunaqa paytda ayol qanday qilib, masalan, chiqib ketsa bo'ladi. Endi yechim o'lim emas-da. Masalan, atrofdagilarni bizani himoya qilishi yoki ayol kishini atrofdagilari tomonidan qo'llab-quvvatlanish juda ham yaxshi holat. Lekin qo'llab-quvvatlamasa-chi, hayotda har xil narsa bo'ladi-da. Shunda ayol kishi o'zi qanday qilib chiqib ketish kerak? Mana bugungi kunda nima uchun biz psixologlar faoliyati bor? Aynan shunday vaziyatlar uchun. Bitta kasbni o'zini mas'uliyati, o'zini bir vazifasi bo'lgani kabi psixologlar nima uchun ishlayapti? Nima uchun biz hozir 21-asrda shuncha narsa rivojlangan bo'lsa-da, suist ko'proq, suistga moyillik kuchli. Nima uchun? Psixologlar ham ko'payib boryapti, bunga moyil insonlar ham ko'payib boryapti. Kamaymayapti demoqchisiz-da? Kamayyapti-da. Biz
bizni vazifamiz mana shunday insonlar bilan ishlash-ku. Ijtimoiy tarmoqni kuzatsin. Bu hamma narsa mana ko'radi, psixologlar ko'radi. O'tkazib yuboradi, e'tibor qilmaydi. Hech bo'lmaganda mayli shu borishga pulingiz bo'lmasa ham, YouTube'da qancha ma'lumotlar berib bepul ma'lumotlar bor, to'ppa-to'g'ri. Kitoblar bor qanchadan qancha. Qanchadan qancha. Mana misol uchun men birinchi marta menda ham bo'lgan mana hozir. Onam hech narsa qilmaydi. Qizim, men ham chidaganman, dadang ham yurgan. Dadang ham urushgan. Sabr qil. Sabr qil. Onam eng yaxshi ko'rgan gapi. Yo, o'zbek ayollarning hammasi yaxshi ko'rgan gapi. Shunaqa dodlagim kelardi. Siz meni onammisiz, dushmanimisiz? Eshitmaysiz. Bo'ldi, jim o'tir. O'chirib qo'yadi onam. Shunaqa vaziyat bo'ldi, men ham suyizga moyillik vaziyatlarim bo'lgan. O'tganman. Qanday o'tkazsiz masalan, Sitora o'shalarda? O'sha paytlar meni bo'lgan vaziyatim Telegram kanaliga qo'shilib qolaverdim-da. To'xta dedim. Bolalarimga qarayman. Shunaqa qilsam, kimga qoladi? Men o'zim onam sog'lig'im deb bo'lsa, onam meni bolalarimga qarayman. Keyin shunday bo'ldiki, xuddi podskaska Alloh biz bilan ishoralar bilan gaplashyapti. Albatta, belgilar orqali. Telegramda kanallar kelyapti. Aynan suyizga moyil. O'zingizni qadrlang, o'zingizga qasd qilmang. Shunaqa bir vaziyatlar meni holatim bo'yicha ishoralar kelyapti. To'xta dedim. Bir o'qidimda jahlim chiqib ketdi. Bunga shuncha pul beraman, o'tkazib yuboryapman. Oradan 2 kun o'tyapti. Yana o'sha menda shu moyillik, men o'lsam xuddi hamma narsa to'xtaydigandek. Nima to'xtaydi? Genetik orqali, gen orqali bu farzandlaringizga ta'sir ko'rsatadi. Albatta, programma bu. Emizikli bolangiz bo'lsa, bolangizga ham o'tadi. Begizga psixogenetika degan yo'nalish mavjud emas. To'g'ri. Emas. Psixosomatika mana kasalliklar, bu ham bir kasallik, suyizda ham kasallik. Albatta. Bu ham kasallik. Sog'lom odam o'zini o'ldira olmaydi. O'ldirishgacha bo'lmaydi. Mana hozir shunaqa voqealarni guvohi bo'lyapmiz. Yosh bolachalar 15 yosh onani o'zini osib qo'ydi deydi. O'zini o'zi emas bu. U genetikada bor, qonda bor. Qachonlardir onasi o'zidan voz kechmoqchi bo'lgan. Qachonlardir o'sha ona shu bolamni abort qilsam, ajrashib ketsam qutular ekanman. Bu e'tiqod bo'lib gen orqali bolaga bu programma joylashgan bo'lgan. Qanaqadir oddiy janjal bo'lib qolsa yoki qaysidir qizni sevib qolsa yoki qaysidir qizni oddiy o'pib qo'ysa ham, nasah qilib qo'ysa ham, oddiy narsalar uchun hamda ota-onam ongsiz ravishda bor o'zini osib qo'yapti. Voy, shunday muhiti yaxshi edi, ota-onasi yaxshi edi, nima uchun bu bola o'zini bunday qilib qo'ydi deydi. Aytarli bir kerakli sabab yo'q. Bir yetarli sabab yo'q o'zini osishga. Lekin buning genetikasida bo'lgan bo'ladi. Men ham hozir shu narsani agar qilganimda edi, farzandlarimga nima bo'ladi degan narsa o'tdi-da ichimdan. Buni qanaqadir yechimi bor deb yechim izladim. Chunki baribir oilada katta farzandlar juda ko'p narsani o'zlari hal qilib, biz erta hayot maslahatini olib, erta ona bo'lib olganmiz, o'zimizcha hali ona bo'lmagan bo'lsak ham ukalarimiz keldi. Shuning uchun ko'proq yechim qidiramizda. Eng katta farzandlar yechim qidirishga ustaroq bo'ladi deydi-ku. Moyillik bo'lsa ham. O'sha kanallar kelib qoldi va bir kuni to'xta dedim. Birinchi marta men to'lov qilganim, eslayman, farzandimni posobiyasiga bo'lgan, menga ortiqcha pul berilmasdi, shukronalik kursiga bo'lgan. Baribir imkon topsa bo'ladi. Sitora, menda yo'q. Men qurbonlikni kutishni bilaman-da. Qurbonlik pozitsiyasi insonlar kutishadi-da ular. Shuncha daromadim ham bo'lmagan. U payt salonimni ham yig'ishtirib tashlagan bo'lganman. Shunaqa stressda, kuchli, kerak bo'lsa uyat bo'lsam aytdim, sochimni bir haftada bir marta tarardim bolalarim dastidan-da. Shunaqa holatga kelib qolganman. Hayot kulrang bo'ladi. Qurbon pozitsiyasi o'sha farzandlarga erta mas'uliyatni berib, eng katta farzandlarda oson bo'lmaydi. O'shalar uchun ularda stress kuchliroq bo'lsa ham, yengish darajasi ham bo'ladi. Yechimizlab o'sha shukrona kursiga to'lov qilganman. Boshida jahlim chiqardi. Eshitardim-da, ensam qotardi. Bir haftalar ensam qotib yurdi. Tabiiyki, men ham psixlar boradi degan tushuncha o'zimda ham bor. Jinnilar boradi degan tushuncha bor. Hozir shunaqa psixlar bor o'zim. O'zi bekorga aytmagan ekan, psixlar boradi. Nima deyapti bu? Esa joydami buni deb kulganman. Talixalaba, siz ham ustozing, men birinchi ustozim. Ularning shogirdi Xushnida Uzoqova degan psixolog ayol kursi bo'lgan. Kuzatganman. Bir haftadan keyin to'xta deganman. Tegyapti-da, qandaydir menga ongsizroq. Baribir ta'sir qiladi, Sitora. Kirib boryapman. Jonaqa kuchli mashg'ulot emas, faqat anaqa fayl ko'rishda tashlayapti. O'qiyapman-da, tahsillanyapman ham, ta'sir qilyapti ham. Yomon ham ta'sir qilyapti, yaxshi ham ta'sir qilyapti-da. Keyin yaxshi ta'sir qilgan darajam kamroq edi. Bir haftadan keyin u oshib bordi, tushuna boshladim. Hammaga yaxshi ko'z bilan qarab, hammani yaxshi ko'rishni boshladim. Keyin gaplashdim, ustozingiz kim bo'lgan, shunaqa.
kuzatishni boshladim. Keyin o'zimga kelib hayot boshqacha ko'rinib boryapti. Insonlar boshqacha ko'rinib boryapti. Bolalarim yaxshi, bolalarim yomon ko'rib, bolalarini yomon ko'rishni biling. Yomon ko'rib qoladigan darajada bu. Shu birdan shular bilan o'zim bilan o'rtaga qo'yib hammasiga benzin yoqsam, ular ham qutuladi, men ham qutuladi degan fikrlar ham bo'lgan. O'zi aytaman, Borka yaqinda shunaqa bo'ldi-ku, o'zini ham, farzandlarini ham fikrlar ham bo'lganda aytaman, voy, o'ldirmaydi. shunaqa shirinlarimni, voy, deyman-ku, o'paveraman, bolalarim ham hayron. Haligi hayiqib ham qo'ya, hozir urib yubormaydimi bu yoqdan o'pib deb. Chunki bu yoqdan erkalab, bu yoqdan urishib, urgan paytim yig'lab shunaqa holatda bo'lganda, hozir onalar murojaat qilsa o'zimga uraman, keyin yig'layman, yana uraman deydi-da. O'sha paytdagi Sitorani aytayapti deyman-da. O'zimni siz tushunmayapsizmi deyman. Bolalaringiz urmang, o'zingiz tushuning, keyin konsultatsiyaga kelsam, siz meni tushunmayapsiz deydi-da. Voy, ichimda aytaman, seni hammada yaxshi tushunaman deyman-da. shu holatda o'tgansiz. O'tganman-ku. Tushuning, o'tib ketadi deyman. Ular uchun bu vaziyat xudiki yechilmaydigan, o'tmaydigandek tuyuladi-da. Chunki o'sha davrdan o'tganman, o'zim ham bilaman. Ishoning, o'tasiz deyman-da. Chunki bu dunyoda hech narsa abadiy emas. O'tolmayman. Yo'q, siz tushunmayapsiz. Men qaynonam bilan yashab ko'ring. Meni erim bilan yashab ko'ring dedi. Men o'sha kaltagam yeganman. Ichkilik ketidan ham bo'lgan, yurgan, chidaganman juda ko'p. Shuni ketidan ham anqiraga uchraganman. Nima aytaman? Yo'q. Yechim chidashmas. Yechim Sabr qilishmas. Sabr qilishmas. Yechim o'rganish, izlanish, bilish. Mayli, shu ajrashkiz kelsa ham, men ham ajrim darajasini tushunib yetgunimcha ham, to'xta buni tushunib olay deb o'rganganman. Bunga qaror qilishim uchun ham o'rganganman. Oson bo'lmagan menga ham bu qarorga kelishda. Necha o'tib qaytib, ajrashib, yarashib, shunaqa bo'lib oxirgi nuqtaga kelgunimcha ham menga ham ancha tajriba kerak bo'lgan. Albatta qaror qabul qilish. Tajriba kerak bo'lgan, oson bo'lmagan. Doim oson bo'lmaydi. Mayli, men sizga deyman, qaroringizga qarshi emasman deyman. Har bir biza mijoz uchun qaror qilib berishga haqqimiz yo'q-da. Hech qachon men qaror qilib bermayman. Menga qaror qilib bering deb keladi-da. Men siz uchun ertaga nimadir bo'lsa, shu psixolog aytdi degan narsalarni ko'p eshityapmiz-da. Mumkin emas aslida. O'shaning uchun mumkin emas, men qaror qilib bermayman. Men aytaman, sizga yo'nalish beraman. O'rganing, izlaning, ana undan keyin qarorni o'zingiz qabul qilasiz. Bu to'g'ri qaror. Mijoz aytadi, yo'q, siz menga aytishingiz kerak deydi. Nima uchun? Men sizni hayotingiz uchun qaror qilib beraman. Men faqat sizga yo'lni aytaman, tanlov o'zingizdan. Yechim o'zingizdan. Men ham o'sha vaziyatdan o'tganman, shu kursda o'qiganman, keyin talabam izlab topganman. Undan keyin mushtari yo'ldashuvda o'qiganman. Juda ko'p ustozlarda birga o'qidik, qanchasida bilasiz. Rahmat aytaman hozir hammasiga. Meni ayol sifatida ayoligimni ochgan bu Taliya Xalabani birinchi ilohiy ayol kursi bo'lgan. O'zim ilohiyligimni tan olgan kurs bo'lgan. Shu darajada eng ajoyib ochgan. Shunda Taliya Pandrasni yaxshi ko'rib qo'yganman. Juda ham yaxshi ko'rgan kurslardan bittasi men ham. Onam aytardi, chet elda yashasa, Izroilda bo'lsa, kofirlar ichida bo'lsa, kim nimalar o'rgatadi? Qanaqadir sekta. Keyin o'tiring dedim. Bir kuni birga eshitamiz dedim. Chunki talab aytardi-ku, mayli onangiz, opangiz bo'lsa birga eshitinglar, ruxsat beraman deb. Energiya buzilmaydi, boshqalarga berish mumkin emas deb. Shunaqa yaxshi ko'rib qoldi. Talabani hozir har kuni deyarli kuzatadi. Rosa rahmat aytaman. Shu yig'lavorgim ham keladi eslasam shu paytlarni. Chunki o'zingizga o'tgan og'riqlarda bilan ayolni bir ilohiylikligini darajasini ochib bergan ilohiy ayolman Taliya Xalaba deb hisoblayman-da. Birinchi marta shunaqa darajada yig'laganman. Hozir o'sha kursdagi birga o'qigan ayollar kursi to'g'ri qanaqa edingiz deydi-da. Inson ilm olgan sari baribir o'zgaradi. Demak, suitsidga moyil ayollarga tavsiyamiz o'zini ustida ishlasin. Ishlash kerak. Bu yechim boshqacha yo'li yo'q aslida. Yechim bu birdaniga ajrashib o'zingizni o'ldirib yuborish emas-da. O'sha o'zingizni o'ldirishga yechim emas. O'lasiz ketasiz, sizdan keyin nasl nima bo'ladi? Farzandingiz bo'lsa, siz qutuldim deb o'ylaysiz. Bir o'zim deb o'ylaydi odam. Aslan emas. Men aytaman, diniy tarafdan ham bu yaxshi emas. taqiqlangan, yaxshi emas deb bilaman. Bu diniy tarafdan meni hech qanaqa gapirishga vakolatim ham yo'q, bilimim yo'q. Shunchaki eshitganim, onam chunki ko'p Qur'on o'qiydi, menga aytadi. Mana shu psixologiyada o'qiyotgan paytim ham menga psixologiyani Qur'on tarafdan onam ochib berganda. Chunki ko'p Qur'on o'qiydi, singlim ham o'qiydi. Mana bu gaping, mana bu oyatda bor masalan. Mana buning bunda bor ekan. Aslida hamma psixologiya o'zimizda bor ekan, nimaga bilmaganmiz deydi-da. Qur'on psixologiya to'g'ri. Faqat uni haqiqiyligini his qilish uchun sizga psixologiya baribir kerak. Ilm kerak mana. Ko'p menda o'sha 5 mahal namoz o'qiydigan, men hali u darajaga kelib hali o'zimni egib tayyor bo'lmaganman. Lekin shunaqa insonlar bor menda, o'sha dinni 5 mahal namoz o'qiydigan, kerak bo'lsa islom universitetida dars beradigan domlalar bilan gaplashgan, men konsultatsiyamda bordi. O'shalar suistga moyilligi bor, menga murojaat qilgan. Mana sizga
Shuncha dinni biladigan kuchli. Yo'q, payg'ambarimiz ham aytgan-ku, Alloh ham buyurgan va faqat diniy bilim emas, dunyoviy bilimni ham bilish kerak inson. Diniy bilimga cheklanmaslik kerak, uni ochib yorish uchun bilish kerak-da. Diniy bilim dunyoviy bilim bilan mukammal bo'ladi. Mukammal bo'lib boradi-da. Men o'sha narsani o'zimizni islom dinini yaxshi ko'rib qolishimga ham psixologiya sababchi. Ungacha buni ochiq yoritib, ungacha qo'rquv bo'lgan. Allohdan qo'rquv, faqat qo'rqish kerak. Yo'q, qo'rqish emas, yaxshi ko'rish kerak ekan. Siyosat bilan bog'liqda. Juda ko'p narsalarda qo'rquv degan, bizda insonlarni boshqarish oson bo'lgani uchun qo'rquv singdirilgan din tarafdan. Qo'rqgan odamni boshqarish osonroq bo'ladi jamiyatda. Boshqarish bolalarni ham qo'rqitsa, bolang aytganini qiladi deydi-ku. Qo'rqsa hurmat qiladi degan gap bor-ku. Bolang yaxshi ko'rsa, hurmat qilib aytganini qiladi. Qo'rqib aytganini qilish oqibati yomon bo'ladi. Shuncha aytaman, qo'rqish kerak emas, yaxshi ko'rish kerak, Allohni ham sevish kerak. Men Allohni chinakam psixologik sevganman, yaxshi ko'rganman. Va Allohni yaxshi ko'rgan odam suitsidga moyil bo'lmaydi. Mana o'sha aytayapman-ku, dinni bilgan, mukammal bilgan insonlarda suitsidga moyillikni ko'rdim. Juda ko'p suiqasd qilgan insonlar orasida ham bor. Voy, 5 mahal namoz o'qirdi, nahot shu ishni qildi deyshadi. Ma'lum bir sabablar bo'ladi-da, yuqorida aytganimizdek qurbonlik, oiladagi ruhiy buzilishlar. Aynan shuning uchun ham psixologlar nima uchun mavjud? Mana sizga yechim. Boring. Bizlarning ustingizda o'sha nima deydi, gaplarga, to'y hashamlarga pul sarflaysiz-ku. O'shani bir qismini mayli bir marta to'yga bormang. Bitta konsultatsiya oling. Bitta kiyim kamroq kiying. Siz ishlang. Siz bitta o'zingizda ikkita bolangiz bo'lsa, ertaga u ikkita jamiyat yaratadigan jamiyatni qancha poklaysiz. Agar 3ta bolangiz bo'lsa, 3ta jamiyat qancha rivojlanishiga sababchi bo'lasiz. Ular ham ertaga o'zini jamiyati bo'ladi. Shunday qaysidir jamiyatni bir qanchadan qancha omillariga siz rivojlanishiga sabab bo'lasiz. Mana qarang. Bitta misol keltiraman. Amir Temur bobomiz. Qanaqa sarkarda bo'lgan, qanaqa jangu jadallarda qancha dunyoni zabt etgan inson bo'lganda, juda katta davlatlarni qanday parchalanib ketdi davlat. Oilasi, farzandlari ichki tarbiyadan. O'sha xotinlarini ham mana nima uchun eng kenja xotinidan maslahat qilgan? Chunki juda ham aqlli, dono bo'lgan, unga Bibixonimga madrasa qurgan, lekin boshqa ayollari uni zaharlab o'ldirib yuborishdi-ku. Va o'sha zaharlagan ayolni farzandlari nima qildi? Amir Temur sarkardani qancha barbod qilgan bir katta bir saltanatini, barpo qilgan katta saltanatini yimirilishiga faqat jangga e'tibor bergan-u, Amir Temur ham ichki jamiyatning tarbiyasiga e'tibor balkim ulgurmagandi, balkim e'tibor bermagandi. Shuncha aytaman-da, ulgurishimiz kerak. Ulgurishimiz kerak. Moddiy narsalarda to'g'ri biz uchun yeyishimiz uchun kerak, lekin ichki jamiyatimiz qolib ketmaslik kerak. Ichki jamiyat qolib ketsa, ruhiy dunyo qolib ketsa, sizni yiqqan katta moddiy jamiyatingiz parchalanadi. Mana bitta misol, men tarixdagi shunaqa buyuk sarkardani yomonlamoqchi emasman. Shunchaki u butun dunyo havas qilgan, lekin uni shunaqa kuchli saltanatini ichki jamiyat farakanda qildi. Unga ham o'sha ayol tanlashda ham qalbi keng, farzandlarni o'sha bolalari mol-mulk talashib parcha qilishdi-ku. Uni tarbiyalagan nevaralari, o'sha ayollar. O'shaning uchun ayol mehrli bo'lsa, ayolning qalbi keng bo'lsa, u o'g'ilni ham, qizni ham to'g'ri tarbiyalaydi. Ertaga siz tarbiyalagan erkaklar boshqa ayollarni zararlab hayotiga zomin bo'lmaydi. Siz tarbiyalagan qizlar shunaqa farzandlar tarbiyalaydi, siz havas qilasiz. Ichki tarbiya, ruhiy tarbiya, ichki jamiyatingizdagi tarbiya juda katta ahamiyatga ega. Eng muhimi. Rahmat Sitora, chiroyli va mazmunli suhbatingiz uchun. Hurmatli kuzatuvchilar, demak, bugungi loyihamizning birinchi sonida xulosa chiqaramiz. Agar sizda suitsidga moyillik bo'ladigan bo'lsa, stress, depressiyada bo'ladigan bo'lsa, bitta yo'l bor. U ham bo'lsa o'zingizni anglash, eshitish va rivojlanish. Shunda siz atrofdagilaringiz sizni qo'llab-quvvatlaydimi, qo'llab-quvvatlamaydimi, baribir o'sha jarayondan chiqib ketasiz. Va men sizga motivatsiya beraman, bu dunyoda hech narsa bardavom emas. Hozir stressdamisiz, bir kun kelib o'tib ketadi. Sizda hozir suitsidga moyillik bormi? Agar siz shuni sababini topishga harakat qilsangiz, yechimini topishga harakat qilsangiz, albatta topasiz va bu ham o'tib ketadi. Mana shuning o'ziyoq bizani masalan bemalol mazza qilib yashashimizga, jamiyatga foyda keltirishimizga sabab bo'ladi deya olaman. Albatta. Hurmatli kuzatuvchilar, agar bugungi podkastimiz sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa, izohlarda fikringizni kutib qolaman. Sog' bo'ling, Sitora, sizga ham katta rahmat. Sizga ham taklif uchun katta rahmat. Keyingi sonlarimizda uchrashguncha.